yetişatdi. İşik to'liq açılmaydi. Ular kirib chiqishda o'milashga majbur edi. Bu tutqunlarni muncha kirish qattiq cheklangan bo'lg'achqa, ularning badanlari pishlab ketgan edi. Bir kuni bir harbiy shundoq dedi: "Qara, Uyg'urlarning jini nim deganching? Biz ularni osh qo'ydik, qiynadik, sovuqda turdi. Ammo ular texi o'lmadi. Öydeki vaqtimizda bizni doim yo'qlab turadigan atalmış Xitoy qo'shmoq tuqqan bor edi. U har oyda bir hafta uyimizga kelib, biz bilan birga turadi. Va Xitoy hukumatining bashti bili siyosatiga asosan biz bilan birga tomoq etadi, birga tomoq yeydi, birga yuginish qiladi, birga sayl qiladi, hattoki birga yotadi. U doim fursat topsalar, seni birini quchoqlab qo'yay, seni birini suyib qo'yay degan vaqtida mening butun badanim surkinib